Assalomu alaykum hamma bizni kuzatuvchilar. Biz bugun sir ochamiz. Suxoy tuman bo'yicha tema qarab turgan ketdik. Xo'sh. Bu Suxoy tuman apparatimiz bilasizlar, obishning variantini ko'p sotganmiz. Hozir bunga qo'shimcha yangilik qildik. Har doimdagi to'rqilatir bor, balon damlash, balon qoraytirish, avtopauza. Endi bunga nima qildik biz? Hech kimda yo'q narsa, bular yig'ilish, o'sha ta'mir, platasi bor, hokazo. Atirlar turadi. Kurishini mumkin suhbatlar so'rish uchun, ekonom qilish uchun, havo ligirovka qiladigan kompressorlarni ligirovka qilish uchun, filtrasi, shaxsasi bor, hamma narsasi bor. Bu yerga endi har doim ten qo'yardik, obishniy ten. Mijozlar endi bu tenni almashtirardini to'lganda 1 oy 2 oyda to'lardi yoki 5 oyda to'lardi. Endi bundan buyog'i biz apparatlarimiz teni umuman to'lmaydi. Kimga shunaqa suhbat apparatlar kerak bo'lsa, Eurocompilga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yangi modelimiz. Qanaqa ko'rishda qilayotganmiz. Sirri yomani. To'lmaydigan suxoy apparat kerak bo'lsa, Eurocompilga aloqa qilinglar, qilib beradi. Shu nomerda mavzu aloqadami. Eski apparatinglar bo'ladigan bo'lsa, uni ham to'lmaydigan qilib bera olamiz. Bankomatlarni ko'rishingiz mumkin. Ideal variantda, shiti ham zo'r, oyoq отдельный, profili bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqaringlar, bu yaqin vaqtda sotuvga chiqadi.